Assalomu alaykum, Ismoil kanali obunachilar, chorvash qo'zlari, qo'zi qo'shnilar. Hurmatli obunachilar, bugun biz Namangan viloyati Namangan tuman Tepaqo'rg'on qishlog'i Jahongir kabi qo'zimiz. Hurmatli obunachilar, bugun 5-iyun hafta kuniga payshanba. Hammaning kun xayrli va maroqli o'tsin deya yana bir bor. Sharafa hayit yo'llaringdan muborakbod etib, Jahongir aka bilan birga chiroyli video olib beramiz. Sizlar video boshidan bir like bosib, qo'llab-quvvatlab tursangiz. Assalomu alaykum. Obunachilar, yaxshimisizlar? Chirchim aka, yaxshi keldingiz. Xo'p, hammalaringda Arafa kuni bilan kirib kelayotgan hayit bayrami bilan tabriklayman. Bugun Xudo xolasa har doim qo'zini sultonini olib kelyapti-ku. Bugun podsholarni olib keldik. Xudo xolasa video davomida ko'rsatib, chiroyli obzor qilib berasiz. Quloqlari ham butun. Narxini ham bori toza hisob narsalarni olib kelganman. Narxini yengil qilib beraman. Gap bo'lsin. Hurmatli obunachilar, bir boshqadan maklar bosib qo'llab-quvvatlab tursangiz, lekin qo'zim sultonlari oyoq qo'li uzun, yirik. Gazga addini, suyagiga addini bahosini berib qo'yasizlar, xudo. Soni nechta uka? Soni 25 bosh. Soni 25 bosh, bari qo'chqor. Bari qo'chqor. Ichma aqda urg'ochisi umuman yo'q. Yosh oyliklari-chi, uni yosh oyliklari? Yosh oyligiga 6 oylik. 6 oylik. Bemalol olishadi 6 oylikka. Lekin ikkala qo'ydim, tepasiga kelib ko'rsatib qo'yinglar, gazga bitta ahamiyat berib qo'yinglar. Uzunligi uzun, holat ideal. Kalla boshlari kelishgan, munba zo'r. Chov soqani addinlik ko'rsatib qo'yamiz akalar. Chunki qo'yni chov soqasiga ko'proq qarab e'tibor berish kerak. Keyin uni berdi, yo'g'onligi akalar. Hamma tomonlama kelgan narsalar. Jahongir, yeb ichar sog'lik salomatlik garantiyasi. Boru. Bir hafta garantiyasini beryapmiz. Uylarga yetib borgandan tortib bir hafta. Asli qo'zlarning holatini ko'rib garantiyasiz ham olishaveradi. Xudo xolasa garantiyasini har doim berib kelganmiz. Bir haftadan 10 kungacha garantiyasini beraveramiz. Bir haftadan 10 kungacha garantiyasini beramiz. Xo'p, mana shu metr bo'lsa bitta o'lchab ko'rsatmaymizmi? Metr bormi? Mahallamiz boshlab olib ketdik. Xo'p, necha beramiz bo'y basini? Bo'y basini 70 plusga beraveramiz. Akalar 70 plusga beraverasizlar. Telefon hisoblaring, Telegram, WhatsApp'dan bo'ylarni o'lchab bo'ylarni ko'ryapsiz, ha? 70 plusga beryapsiz. 70 qo'ydi ham har xil narx kelib chiqyapti. Palonchi bunday qo'yyapti, pistonchi bunday qo'yyapti. Mana qo'ylar 70 plus. Mana shu qo'zimiz ham 70 plusda, to'g'risi. Qo'yib yuborgan ichiga. Mana shu qo'zi ham 70 plus. Qo'zi bilan qo'zini endi ko'ryapsiz-ku farqini. To'g'ri. Beli ham u qo'zini 3 tasidan yo'g'onlik qiladi-da mana. Ichida ham bir olib ko'rsatib qo'ying. Ichida ham farqi bor. Takini qo'shib yo'q. beli ham unaqa qo'zini 3 tasini damini beradi-da. Gap bo'lsin. Bo'yi bir xil kelaveradi. Bo'yi bir xil kelaveradi. U bo'yida emas gap. Aka qo'zini bunday holatida-da bo'y aytilaveradi. Prosta eni bor, balandligi hamma yo'q kelishgan qo'ylar. Iz sortiga ham javob berilaveradi. Xudo xolasa toza kashdan toza hisorlari. Mana kellalariga ham bir qator ahamiyat berib qo'yinglar. O'zi qo'chqor tusi urib qo'yganda, kichkina qo'zi bashar emasda. Haliga videoyingizda aytishyapti, kommentariyasiga yozib ketishyapti. Oldidan ham olinglar deb. Mana shu qo'zlarni ko'rsating aka. Ko'rsating, kallalarini ko'rsating, quloqlarini. Vaj o'ta tiniq, o'ta go'zal narsalar xudo xolasa. Qancha maqtasang, ko'p maqtavaryapman. Arziydiki, bu narsani maqtayapman-da. Oson emas bu darajaga yetkazib olish ham cho'ponlarga ham oson emas-da. Dengaliga. Hop, buni narx-navosini qadingiz, narx-navosini. Narx-navosini ham xudo xolasa yengil qo'yib beramiz. Hammasini bir joyga olaman degan obunachilarga narxini. Ularda o'zi 3,5 dan qo'ysa ham arziydi. Aha. Unaqa narx yo'q. 33, 34 unaqa narx yo'q. 3,200,000 so'mdan qo'yib beraman. 3,200,000 so'mdan. Sizga mana kanalingizda iloji boricha aka yengil qo'yaman. Maqsad sotish buni. To'g'risi, yengil qo'yib sotish. Lekin bu qo'zini bori bilgan biladi-da. Hammaga ham ko'rinavermaydi-da. Bilgan biladi. O'zi obunachilaringiz bunday ko'rganda qo'y taniydi. Akalar 3,200,000 so'mdan qo'chqor lekin vaqti legenda qo'chqor Alloh xolasa. Holatiga addini baho berishdi. Bular o'zi katta qo'chqor bo'ldi. Kellalar. 3,200,000 so'mdan akalar qo'chqoring bormi desa bordi degan lekin qo'chqorlar belini qarang. Uncha shahta bunaqa beli yo'q-da. Uzunligi, gazi uzun narsa.
Gazi uzun narsani olishaversa hech qachon yutqizishmaydi. To'ppa-to'g'ri. To'g'risida yeb turgan gazi uzun baquvvat qo'yda olishaversin-da, Xudo xolasa soat sayin foydaga kirishadi, soat sayin. Akalar imkoniyatingiz bo'lsa ekranda telefon raqamiga aloqaga chiqib, ertaga hayit namozidan keyin aylanib ko'rib, kechirgan bo'ladi bemalol. Tepasiga kelib ko'rib olishsa ham bor, uyalib qoladigan qo'zi emasda. Uncha-muncha mahallalarga olib borib qo'ysa, yetiltirishsa bor. Ha. Qo'ni qo'shlar chiqib rasmga tushib ketgan qo'chqorlar bo'ladi bu. Qo'chqorlarga atay manash qo'ydi mana. Qarang, lekin uzun bo'lmadi. Uzun bor 80 chiqadi mana shu qo'ydi-da, to'g'rimi? 80 ga borib bo'ladi. Xo'p, Jahongir endi unday. Buni tanlab olishsa. Aka, hop. Bitta narsa. Qo'ylar deyarli standart. Aha. Dastlabki hisob unga 100 ming plyus demaymiz. Hop. 3 million 200 mingdan liboyin tanlab olsin. Bir dona, ikki dona olishadigan bo'lsa, 5 ta, 4 ta qilib olishadigan bo'lsa, 3 million 200 ming so'mdan vodiy bo'ylab Toshkentgacha yetkazib beramiz. To'g'risi. Agar optimiga hammasi bir joyga olishadigan bo'lsa, telefon qilishsin, chiroyli qilib kamini qilib beraman. Chiroyli qilib hayitligini o'tib beraman. Chiroyli o'taman. Ya'ni bo'lsin, hurmatli obunachilar, 3 million 200 ming so'mdan kami ham bor kerak. Savdosi bor. Chiroyli qilib kelib yana telefon qilganing bo'lsa degan narsa emas. 25 ta qo'ying, yo'qoldi uka menga jo'nat deyishgan akalar bo'lsa, chiroyli qilib o'tib beramiz. Dastlabkasini Samarqandgacha qilib beramiz, optimga olishadigan bo'lsa. Hop, o'rtasidan mana to'g'risi 25 taga anaqa emas. Shuni o'rtasiga tayoq tashib ajrata olaman desa, 3 million 200 dan o'tib beraman. 32 dan kami bo'ladi. Erga o'tib beraman, chiroyli qilib. Gap bo'lsin. Hurmatli obunachilar, telefon qilib aloqaga chiqing. Uncha-muncha bozorlarga xotirjam faol ko'raverasiz. Akalar qo'ylar narxi sizga yaxshi. Bozorlardan 3 ming 4 ming farq qiladi. Xudo xolasa akalar, bizni kanalda o'zi qimmat chiqmaydi. Shunchalar bilan xarid qilib kelayotgan aka-ukalarimiz bo'lsa, kommentarlarga yozib qo'yasizlar o'zingiz fikrlaringizni, xudo xolasa. Hamma baraka topib, xursand bo'lib yurgan payt. Akalar bizdan uzoqlashmang, oldinda keyingi kartalar. Chemana Hurmatli obunachilar, keyingi partiyasiga pulni yana ham aqldoqadan bo'lsin, lekin oyoq qo'li usulidan qolishmasin degan aka-ukalarimiz Soni 24 bosh bu. Soni 24 bosh, bari qo'chqor. Bari qo'chqor, birorta pichmaqda urg'ochi yo'q. Xudo xolasa toza hisorlar. Toza hisorlar. Akalarning ukalari, bu. Tug'ilishida 15 kunlik farqi bor o'shalar bilan. To'g'risida, bu ham 6 oylik atrofidagi qo'zi. 6 oylik atrofidagi qo'zi qo'chqorlar. Bo'ybasichi? Bo'ybasini 70 plyus-minusga olishaversin. 70 plyus-minusga bo'ladi. Aksariyat 70 bo'ladi, 70 plyus-minusga olishaversin. Bo'ladi ham qo'ydilar. Zo'r, holat idea. Gaziga ko'p e'tibor beramiz. Gazi ham uzun. Mashhur chiqadi. Avvalligi. Idea. Akalar, bu yaqindan olyapsan demayman men. Mana uzoqdan olib beraman akalar. Xotirjam qo'ydi, boricha ko'rsatib beraman. Holatni ko'ringlar. Qo'ydi holati vaqtimiz zo'r, mayda qo'zi emas. Ko'p qilib, nima bo'lsa, yaqinroqda olib bergan sababi qo'ydi yavni yaqin ko'rib olinglar degan maqsadda olib beriladi xolos akalar. Katta ko'rsatib biz nima topmaymiz. Ana shuning uchun ham buni bo'ybasini aytib o'tdilar. Yerdan balandligini bo'ybasini aytib o'tdilar. Qo'ydi realni holati o'zi katta akalar. Imkoniyat tepasiga kelib ko'rsatilgan bemalol yoqadan ham chiqadi. Aka, gap aslida bo'yida emas-da, bu qo'ydi sifatida shunisi. Bo'yini boya ko'rsatib qo'ydim-ku, qo'y bilan qo'ydi farqini. Bo'yi chiqaveradi, kelajagida hammasiga. Xudo xolasa, qo'ylar uyaltiradigan qo'y olib kelmaganmiz. Vash toza vajlar, hisorlar. Narxini ham imkon darajasida yengil qilib qo'yib beryapmiz. Hop, buni yeb-ichimlar garantiyalari bor, 100%. Yeb-ichishga bir hafta garantiyasini beraveramiz aka. Ochmoqga garantiyalari bor. Hop, buni narx-navosini ish bilan qo'yib beramiz, narx-navosini. Narx-navosini xudo xolasa yengil qo'yib beramiz. Uni 3 million emas. O'tib beramiz. Reyli qilib kamini qilib beraman. Necha puldan? 2 million 800 mingdan qo'yib beraman. 2 million 800 ming 800 ming so'mdan bo'lsa, vodiy bo'lib Samarqandgacha dastlabkasini qilib beraman. Tanlab olsa. Tanlab olsa ham narx o'zgarmasin. Optimiga. Optim narxdan endi optimga o'tib beraman-da ba'zi. Optim bo'lgandan keyin kam bo'ladi. Tanlab olishi 2 million 800 mingdan olishsin. Aha. Tanlab olishi. Optimga chiroyli qilib kamini qilib beraman. Necha puldan o'tamiz, danga?
25 mingdan o'tsam uyat oladi. 50 mingdan o'tib beray. Ya 50 ming bersin. 27,5 dan olishsin. Bütün öt. Bütün bo'lasan, Bütün bo'lsinmi? Mana bugun Arafa Hayit bayramiga 2 million 700 mingdan olishsin. Var var ya. Hurmatli onajon. Mana ulug'aygan kunlarda duo qilib qo'yishadi. İmkoniyat zo'rida foydalansin. Oyoqqa bo'ldim, kelajagi bor, rezultat yorvoraydigan. Ey. Hozir olib qo'yishsin qo'ydi. Bari narx navo oshadi. Hayitdan keyin oshib ketadi. To'g'risida arzon chiqaryapsiz, tars bosib olib qo'yinglar kelar. Xudo xolasa yengil bu yoq. Like, kommentariyani gumbullatib turishaversin, bundan ham kamiga chiqarib beramiz. O'g'illar sezonda hamma narsa arzon bo'ladi. Hozir sezon. Sezonda olib boring. Ko'p takrorlar aytyapman. Sezonda olish kerak. Ma'qul kunda o'qish sirasi aloqaga chiqing. Maslahatingizni qiling, uydagilar bilan maslahat qilib, telefon qilib aloqaga chiqing. Hamma ma'lumotlarni shu yerda berilyapti akalar. 2700 ming so'mdan hammasini bir joyga Samarqand zaspikasi besplatno yetkazib beriladi. Tanlab olishga 2800 ming so'm. İmkoniyat zo'r, narxi ham arzon. Oxirigacha ko'rib turibsiz, xudo xolasa. Edilbay arashalloh adam bor. Undan ham chiqarib beramiz, narxini yengil qilib. Gap yo'q. Hurmatli obunachilar, kelin partiyasiga sariq ishqibozlarga sariq qo'chqorlar bilan. Soni necha Jahongir? Soni 10 dona, bir pachka endi. Soni 10 dona akalar, bitta xudo qo'yib, xudo qilsa olgan odam bir so'z. Voy, arashalloh. Aza qilib boqadigan. Gazi uchun suyog'i buzuk akalar, yeb ichar sog'lik salomatligi ana bu qorniga qarab turgan bemalol bo'lgan bo'ladigan variant xudo qolsa. Xo'p, yosh oyligi qanaqa bo'ldi Jahongir? Yosh oyligi 6 oylik atrofida bu ham. 6 oylik atrofida yeb ichirlar garantiyasi 1 haftaga kafolat boradi xudo qolsa. Albatta. Turishlarga ham e'tibor bermaylar ekan qo'chqorlarni xudo qolsa. O'ta tang. Xo'p, bo'y basichi buni? Bo'y basti 70 atrofida. 70 plus 70 plus minusga bemalol. Ayt qisqadan bo'ladigan holat. Ularning bormi sabab bergan ko'p ishqibozlarga ko'p sariq ishqibozlar sariq hamma turgan bor. İmkoniyat bir joyga topiladi. Quloqlari ham katta janobladi. Buni Voy, kichkinasi ham. buni Qoni toza. narx-navosini ish bilan beramiz, narx-navosini. Narnavasini 10 tasi biz joyga bo'ladigan 3 million so'mdan beramiz. 3 million so'mdan bir joyga bo'ladigan bo'lsa, o'tib 3 beradigan milliondan ketaveradi. Dangal o'tib beradigan joy. Dangal o'tib beradigan joyi nima? Ha. Aka, bitta gap. Yaxshi kunlar turibsiz. 2 million 900 ming so'mdan vodiy bilan Toshkentgacha dastlabkasini qilib beramiz. Bor aka. Baqaydigan narsa hurmatli obunachilar bitta o'tib chiqish qo'ydi. Hammasi o'tsamas aka. Lekin bitta tanlab olaman deb aytadigan bo'lsa, kelishilgan holatda. Ha. 100 mingdan beramiz, kelishilgan holatda sotiladi. Kelishilgan holat. To'g'ri, holatiga qarab. Lekin akalar uzun bo'yga e'tibor bersa, qo'ylar uzun suyadislar. Akalar imkoniyat bo'lsa, og'alar hozir olish kerak. Hozir vaqtni narxi yengil og'alar. Lekin aka, demasa, realni olaman degan odam bo'lsa, realni olaman degan bo'lsa 2 million 900 ming so'mdan ham chiroyli qilib o'tib beraman. Aytganimizga sotmaganmiz. Xudo xolasa hammasini xayri barakasi ichida qilib, chiroyli qilib kelishtirib beramiz. Kelishtirib beriladi. Albatta telefon qilib aloqaga chiqib qo'yinglar. Like hali ham bosmagan bo'lsangiz, bir dona like bosib qo'ying. Like tekin, like menga motivatsiya beradi. Imkon bor ishda. Tekin yo'q, padishka qilib qo'y olmasangiz ham menga mana shunaqa qo'shqo'llardan nasib qilsin deb yaxshi niyat bilan bir dona like bosib qo'ying aka. Xudo xolasa Xudoyim taolo yetkazadi. Hamma gap niyatda. Akalar oldinga o'tib ketamiz, hozir yangi partiyalarni chiqaramiz. Hurmatli obunachilar, keyingi partiyasiga yebicharni ko'rsatib qo'ydim. Rahmatli. Soni nechta buncha Jahongir? Soni 11 dona. 10 ta qo'chqar, bitta urg'ochisi bor. 100 ta nechta bitta urg'ochi. 10 ta qo'chqor, bitta mana bu yerda. Xo'p. Yosh oyliklarchi bo'ladi? Yosh oyligi 5 oylik filsga beraveramiz. 5 oylik filsga bemalol xotirjam bo'lasizlar. Buni bo'y bastlari Bo'y basti 65-70 ga olishsin. 65-70 ga bemalol xarid qilsalaring bo'ladigan joy. Mana havosini. Xo'p, buni narxini bo'ladiganini qilib aytib qo'yinglar. Videolar cho'zilishi kerak yo'q-da. Xo'p, 10 bittasi bir joyga bo'ladigan bo'lsa 2 million 500 ming so'mdan qilib beradi. Dastlabgacha 2 million 500 mingdan vodiy bo'ylab Toshkentgacha ketaveradi. Bo'ladigan narxi, to'g'ri. Jarro'lashib qo'yibchi. O'tdan bitta balobatlar yo'q, ketaveradi. 2 million 500 ming so'mdan yemlab boqaman degan hashmatlarga yemlang bemalol kutib bo'ladi. Chunki mayda chuydak, kichkina qo'zg'on, kallalariga e'tibor berishdan tushuniladi. Oyoq qo'li ham bor, gazi ham uzoq, holati ham zo'r. 2 million 500 ming so'm.
2 million 500 ming so'm telefon qilasizlar, aloqaga chiqasizlar, xudo xohlasa yetkazib berish imkoniyatidan qilib beriladi. Vaqti bosib qo'llab quvvatlayotgan bizni kuzatishda davom eting. Oldinda xudo xohlasa keyingi Kambag'alni bo'y qiladiganlardan xudo xolasa o'ta qulaylar. Boqishsin, sababini bilsin, maza qilsin. Like ham bosib qo'yishsin. Akalar sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. O'zlaringizni ehtiyot qilinglar. Arafa oshib maza qilib, yeb, qulib, g'ayrat bilan topmasak, xayr qilib, olib, yo'llab yana ishni davom ettiramiz. Hammaga omad, salomat bo'ling.